Siz jamoatsiz. Garchi yolg'iz bo'lsangiz ham. Siz jamoatsiz. Garchi yolg'iz bo'lsangiz ham. Ey yigitlar jamoasi. Albatta, sizning zimmangizda juda ham katta mas'uliyat turibdi. Bu din faqatgina uning haqiqatiga qaytganingizda g'alaba qozonadi. Dunyodagi eng mutlaq afzal amal bu dinga xizmatkor bo'lgan holingizda vafot etishingizdir. Ayniqsa, ikkinchi g'urbat zamoni bo'lgan hamda atrofimizdagi barcha narsalar g'alati, ajablanarli va og'ir bo'lib qolgan zamonda. Ammo agar biz avvalgi buloqqa qaytsak va salaf solihlar ushlagan yo'lni mahkam ushlasak, Allohga qasam ichib aytamanki, albatta biz g'alaba qozonamiz. Shuni doim yodingizda tutingki, Allohning arqonini mahkam ushlagan banda, garchi u yolg'iz bo'lsa ham yutqizmaydi. Shuni bilingki, men hayotimning oxirgi lahzalariga qadar dinim haqida tortishib, unga yordam berishni hamda sizlarga qarab turib, sizlarga ishonib, biz g'alaba qozonamiz. Biz yengilmaymiz. Garchi bizning imkoniyatlarimiz oz bo'lsa ham, toki bizda chuqur iymon bor ekan, biz yengilmaymiz deb tik turgan holda o'lishni istayman. Ha, biz zaifmiz. Ha, bizda dushmanlarimiz yoki raqiblarimizning qo'lida bor imkoniyatlar yo'q. Ammo shuni bilingki, toki siz haq yo'lda ekansiz, shu yo'lda bardavom ekansiz, siz jamoatsiz, garchi yolg'iz bo'lsangiz ham. Allohdan so'raganim umringiz uzoq bo'lsin. Toki chegaralar aro tunlari bedor bo'ling. Toki hasadgo'ylarning tomog'iga bo'ling tikan. Toki Firdavs jannatida qurilsin sizga maskan. Bugun hijriy 1445-yil 18-Ramazon tunida Zabardast va Rabboniy olim, hadis ilmining arsloni Abu Ishoq Huvayni bu foniy dunyoni tark etdi. Allohdan u kishini o'z rahmatiga olishini va Firdavs jannatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga qilishini so'rab qolamiz. Amin. تهين المكرمين لها